Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yoqubjon Abdusalimov va bugun biz eng xayrli tushlardan biri, ya'ni tushda payg'ambar alayhissalomni ko'rish haqida gaplashamiz. Keling, men sizga rasmiy manbadan ushbu maqolani o'qib bersam. Payg'ambar alayhissalomni tushda ko'rish haqida. Beshak, so'nggi paytlarda xalqimiz orasida, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda payg'ambarimiz alayhissalomni tushda ko'rish haqida turfa fikrlar, mulohazalar ko'payib qoldi. Hatto ayrim kishilar tomonidan payg'ambar alayhissalom kimningdir tushiga kirib, ayrim ahli ilmlar va solih insonlar haqida bashorat berganlarini iddao qilinadi. O'ylashimizcha, bunday gaplarning tez tarqalishi va ko'pchilikning qizg'in muhokamasiga sabab bo'lishi bu payg'ambarimizga bo'lgan e'tibor va muhabbatdan va shu bilan birga boradigan ilm va ma'lumotning kamligidan desak xato bo'lmaydi. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo bo'limi ayni shu mavzuda quyidagi maqolani e'lon qildi. Qur'oni Karim va hadis shariflarida tush va unga tegishli masalalar bayon qilingan. Shariatimizda yaxshi tushlar mo'minga bashorat sifatida qabul qilinadi, lekin tush dalil hujjat bo'la olmaydi. Chunki eng yaxshisini faqat Alloh biladi va Alloh taqdirlarni belgilaydi. Faqat payg'ambarning tushlarigina vahiy sifatida e'tiborga olinadi. Ulardan boshqa odamlarning rost tushlari amal qilish shart bo'lgan ish emas, balki kelajakda biror yaxshilikdan bashorat bo'ladi xolos. Agar rost tushlar shariatga mos kelsa, amal qilish mumkin, zidga esa qat'iy amal qilinmaydi va bunday qilish mumkin ham emasdir. Payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rish ham rost tushlardan hisoblanadi. Hayotda shayton u zotning suratiga kira olmagani kabi tushda ham suratlarga kira olmaydi. Hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kim meni tushda ko'rsa, haqiqatda ham o'zimni ko'ribdi. Chunki shayton mening suratimga kira olmaydi, deganlar Imom Buxoriy rivoyatlaridan. Lekin payg'ambarimiz alayhissalomni tushda ko'rish farzand va odamlar tomonidan ulug'lanadigan ish bo'lganidan u zot alayhissalom tushda ko'rganini aytuvchilar ushlab turadi. Tobiinlarning davrida ham bu narsa tez-tez uchrab turganidan o'sha zamonda tushlar ta'bir qilish bilan mashhur bo'lgan Ibn Sirin, ya'ni bizning kanalimiz asosi mana shu Ibn Sirin olimning faktlariga asoslanib har bitta mavzu o'sha olimda, ya'ni bizda mama bo'ladi. Mamamiz Ibn Sirin. Ibn Siringa asoslanib, ya'ni Ibn Sirin kim? Payg'ambarimiz alayhissalomni tushda ko'rganini aytsa, qani menga ko'rganingni sifatlab berchi der ekanlar. Agar so'zlovchi payg'ambarimiz alayhissalomni Ibn Sirin bilgan edi, ya'ni sirat kitoblarida ta'riflagandek sifatlanmasa, u zotni ko'rmabsan der edilar. Isnodi sahih. Alloh taolo payg'ambari vositasida shariatni komil, dinni to'liq qildi. Payg'ambarimiz alayhissalom dunyodan o'tganlaridan keyin u zotni tushda ko'rgan odamga bir narsani buyursalar yoki qaytarsalar, bu narsa hujjat bo'lishiga birorta dalil kelmagan. Alloh taolo din komil bo'lgandan keyingina payg'ambarimiz ruhini qabz qildi. Buning ustiga payg'ambarimiz alayhissalom o'zlari keltirgan islom shariatini mahkam tutish, boshqasiga ergashmaslik, dinga kiritilgan yangiliklardan uzoq bo'lish, ya'ni bid'atlardan uzoq bo'lishni buyurib ketganlar bizga. Hozirgi kunda kuzatiladigan ajib holat shuki, ba'zi kishilar tushda payg'ambarimiz alayhissalomni ko'rgani va u zot alayhissalom ba'zi bir savobli ishlar, yetim boshini silash, ko'proq istig'for aytish va hokazolarga buyurganlarini aytadilar. Atrofdagilar esa bu amallarni qilishimiz kerak ekan deb shov-shuv ko'tarib, o'sha amallarga urg'u bera boshlaydilar. Vaholanki o'sha amallar Qur'oni Karim oyatlari va sahih hadis shariflarda buyurilgan va allaqachon turibdi. Bu ishlarni payg'ambarimiz alayhissalom hayotlik chog'larida aytganlar va u ko'pchilik tomonidan uyg'oqlikda eshitilib, yodlab olingan. Qur'oni Karim hadis sharifining martabasi tushning martabasidan chandon marta ortiqdir. O'zini bilgan ummatlar tushda buyurilmasdan avval ham bularga amal qilib yurishgan. Albatta, nega ba'zi birlarimiz shariy hukmlarni o'qib ham amal qilmaymiz-u, bir kishi tush ko'rib aytsa amal qilamiz. Bu nimaga dalolat qiladi? Soxtakorlik va riyokorlikka berilib ketishganmi? Bu savobli ishlarga amal qilmoqchi bo'lgan kishiga kimdir payg'ambarimiz alayhissalomni tushda ko'rish shart emas. Shuni ham ta'kidlash kerakki, ko'rmagan tushni ko'rdim deb to'qima tush aytsa, shariatimizda eng katta bo'xton, yolg'onchilik sanaladi va bu Imom Buxoriy rivoyatlarida kelgan.
Bu mavzuda yo'l qo'yilgan xatolar shuki, ba'zilar tushda Xudo bilan gaplashdim deb payg'ambarlikni da'vo qiladi. Ba'zilar tonggacha tush ko'rib, kechgacha uni odamlarga aytish yo ta'birini izlash yo so'rash bilan kunni kech qiladi. Aslida inson tush ko'rgani uchun savob olmaydi va gunohkor ham bo'lmaydi. Lekin shariat buyurgan burch va vazifalarni bajarmasa gunohkor bo'ladi va so'raladi. Zero ulug'larimizning bir gapi bor. O'ngingda Allohdan qo'rq, tushingda narsadan qo'rqma. Va bu hissadan hissa shuki, agar tushingizda payg'ambarimizni rostdan ham ko'rdim deb bilsangiz, payg'ambarimizni sifatlarini rasmiy hadislardan, sahih hadislardan bilib oling va tushingizdagi bilan solishtiring uni. Agar to'g'ri kelsa, ushbu matndan kelib chiqib, ya'ni O'zbekiston Musulmonlar idorasi fatvo hay'ati chiqargan maqolaga ko'ra, siz rostdan ham ko'rgansiz. Aks holda siz ko'rmagan ekansiz. Shuning uchun ham bir narsa deyishdan oldin o'ylab ko'raylik. Yaxshisi ko'rmagan tushimizni ko'rmadik deylik. Yokida nimadirni ko'rgansiz, lekin ishonch hosil qilmadingizmi, u haqida hech kimga aytib qo'ymang va shunchaki e'tiborsiz qoldiring. Hozircha video shundan iborat edi. O'ylaymanki, video sizga manfaatli bo'ldi. Agar qaysidir joylarda kamchilik va xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsam, uzr so'rayman. Hali bu kabi videolar oldinda biz kommentda qanaqa tush ko'rganingizni yozib qo'ysangiz, men albatta unga javob ham beraman. Agar dolzarb bo'lsa, u haqida video ham chiqaraman. Bu uchun esa sizdan faqatgina bir dona like, kanalga obuna bo'lish va izohlarda shunchaki yurakchani yoki qanaqadir o'zingiz bildirmoqchi bo'lgan fikrni yozib qo'yishingiz kerak xolos. Xayr, salomat bo'ling.